islomdan avval hammani e'tiborni o'ziga tortgan, kiyimni eng zo'rini kiygan, atirlarni eng afzalini ishlatgan, yigitlarni guli bo'lib yurgan Mus'ab ibn Umayr bugun yirtiq, yamoq, eski, yudab ketgan kiyimlarni kiyib keladi. Ashoblar avvalgi holati bilan hozirgi holatini ko'rib yig'lashdi ba'zi. Rasulullohchi Rasululloh nima qildilar? Bu holatni ko'rib zavqlanib, muborak lablarida chiroyli bir tabassum paydo bo'lgan holda dedilar: "Laqad ra'aytu Mus'aban hada." Bu Mus'abni avvalam ko'rgan edim. Va ba bi Makkah fata an'ama 'inda abawayhi min. Makkadagi biron bir yigit ota-onasi tomonidan bunchalik inomga, bunchalik erkalatishlikka loyiq bo'lmagan edi. Summa taraka zalika kullahu hubban lillahi va rasulihi. So'ngra mana shu narsani hammasini Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbat tufayli tark qildi.